Sizlarni Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim sog' bo'linglar, oilalarning baxtiga. Har doim boshinglar omon bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Sizlarni bayram bilan tabriklagani, qutlagani bugun rostmana yurakdan xizmat qilgani keldik paxtachiga. Mana shunday ajoyib joyda, ajoyib maskanda mana shunday tadbirlarni sizlar uchun uyushtirib, tunu kun mana shu xalqni o'ylab, hatto uxlamasdan mehnat qilayotgan mana shu yurtni hokimiga ham, hokim buvamizga alohida bitta qarsak chalib qo'ysalar, nur ustiga alomat bo'ladi. Hokim buva salomat bo'ling. Rahmat sizga. Qo'shiqlarimizni sizlar uchun, siz aziz qora ko'zlar uchun ijro qilamiz. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hey!